Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi ishlarimizni o'rnatib bitirdik. Bu joyimizga 6 ta eshik, 5 ta rom, 3 ta forshga qo'yib berganmiz. Profillari akfa alyumin durmoqqo'dan bo'lgan. Oynalari yo'diviy bir qavat qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Romlarimiz mana razmeriga keladigan bo'lsa 1.20 ga 1.60 bo'lgan. Ikki ko'zli qilib bitta ochilish qilib berdik. 45 lik padagonliklari bilan. Eshigimiz 1.5 ga 2.40 bo'lgan. Petlelari 3 tadan qilib qo'yib berdik. Qulf kalitlari ham original zamor ushkalardan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Legirovkalari ham zo'r holatda. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari ikki qanotli eshiklarimizni 2.300.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Romlarimiz mana pena quyish jarayonlari. Romlarimizni 1.500.000 so'mdan padagonliklari bilan qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin mana. O'sha mashalari ham shu akfaning o'zidan bo'lgan. Choklariga kelsak, mana choklari ham chiroyli holatda mana. Ichki ko'rinishlarini ham ko'rsatib o'tsak sizlarga. Padagonli edi mana. 45 lik padagonlik kirishkalarni olib qo'yamiz mana. Rom ochilishlarimiz ideal holatda bo'ldi. Bu tarafimizda mana bir qanotli eshiklarimiz ham bor. 85 ga 225 bo'lgan. Bularimiz ham yo'diviy bir qavat. Zamoklar original zamoklar. Ochilib yopilish legirovkalari ham zo'r holatda bo'ldi. Bularimizni narxi 1.500.000 so'mdan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu tarafimizda ham mana bitta eshik, bitta romimiz bor. Zo'r holatda qilib o'rnatib berdik. Bu joyimiz Marhamat tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Biz nomerlarimiz 90 kodi bilan 170 82 52. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.